Assalomu alaykum, xush keldinglar. Bugungi videodan boshlab Kanadaniki xizmat vizasi to'g'riliq so'zlamoqchi. Ya'ni Kanadaga kelishniki yana bir yo'li xizmat vizasiga iltimos qilish. Hozirgacha sizlarga tunishtirgan yo'llardan, ya'ni mushu sayohat vizasi va uning bir qancha xil turlari, undan boshqa shaxslar sponsor bo'lib kelish, undan boshqa student visa, ya'ni o'quvchi vizasi to'g'riliq so'zladim. Hatto Kanadaning chegarasidan qonunsiz o'tish deb bir mazmunlarni so'zlab baxtdim. Mushu yo'llarning hammasiga pul ketadi. Yeterlik mablag' bo'lishi kerak. Navoda sizniki yeterlik mablag'ingiz bo'lmasa, Kanadada xizmat qila oladigan iqtidoringiz bor ekanligini isbotlay olsangizmi, Kanadaga kelgili bo'ladi. Sayohat vizasi iltimos qilsangiz, o'quvchi vizasi iltimos qilsangiz, cho'qim o'zingizniki mushu o'qish bitirib bo'lib yoki sayohat qilib bo'lib qaytib ketishingizni cho'qim yeterlik isbotlay olishingiz kerak. Navoda yeterlik isbotlay olmasangiz, xizmat qobiliyatingizni isbotlay olsangizmi, xizmat vizasiga iltimos qilib kelsangiz bo'ladi. Sayohat vizasiga iltimos qilsangiz yoki o'quvchi vizasiga iltimos qilsangiz, sizga viza bergan odam, ya'ni viza ofiserniki o'ylaydigani, buni odam mening davlatim kep nima ish qiladi degan o'ylaydi. Kep yetib olamdi, yetib olmamdi degandeklarni o'ylaydi demoqchi. Rad qilingan xatlarning bir necha qarindoshlarnikini ko'rdim. Sababi nima ekan desa, shu hurmatli palonchi, biz seni kelib Kanadada sayohatini qilib seni qaytib ketdi deb o'ylamaymiz. Shunlashqa seniki nimani viza applicationni rad qildik deb madaxat chiqarib berdim. Shunlashqa yetarlik isbotlayamsanglar qaytib ketadiganini. Viza rad bo'linib ketadigan gap. Navoda sizlarniki ishlaydiganni aniq maqsad qilsanglar, viza ofisirlari odatda odam mening davlatim kelib ishlaydi ekan deydi. Hamda sizlarniki cho'qim ishlay oladigan isbotni ko'rgan chog'da albatta rad qilmaydi u chog'da. Cho'qim o'zingizniki qobiliyatini isbotlab bera olishingiz kerak. Buni qanday isbotlaymiz deganda, siz work permit ola olsangiz, shu sizniki mushakilib xizmat qila oladiganlik isboti bo'ldi. Work permitniki bir necha turlari bor. Endi meniki o'zimniki work permitniki turi qanday desanglar, postgraduate work permit deb qo'ydi. Odatda mushadagi oliy maktabni bitiradigan o'quvchilarga bergan xalqaro o'quvchilar o'qish bitirgandan keyin shu work permitga iltimos qilsa bo'ladi. Odatda 3 yillik beradi postgraduate work permit deganni. 3 yil jarayonida siz 1 yillik xizmat tajribasi to'play olsangiz, mishada mangulik ko'chmalik o'rtoqlash salohiyatiga iltimos qila olasiz. Meniki menga yo'lim talash yo'l shu. Bu work permitniki postgraduate work permitniki unda cho'qim bir shirkatdan xizmat topib olgan bo'lishingiz, u shart qilinmagan cho'qim mushadagi maktablarniki, ya'ni sizlarga student vizani tunishtirgan chog'da bir muncha maktablarniki tizimligini ko'rsatgan. Ash tizimlikniki keyinda o'qish bitirgandan keyin postgraduate work permitni iltimos qilib bo'lamdi degan chog'da yes no deydigan nimasiga qarab maktabda olsanglar bo'ldi degan emasmi? Shuni qarab maktabda olsanglar bo'ladi, hamda shu maktabni o'qish bitirgandan keyin cho'qim ola olasizlar. Xizmat topolmasanglarmi, shu work permitni berdi. Shuni 3 yil jarayonida asosida xizmat qilib, keyin ishlaringizni, yo'llaringizni men ketalaysiz. Shuna deganimdek, work permitniki turlari ko'p. Hozir birlikda ichib to'rbatdan ko'rib baxsaq, birinchi bo'lib sizlarga tunishtirdiganim live in caregiver da programma bor. Shuni bir ko'rib o'taylik. Bu qanday desanglar, ya'ni mushu Kanadada hamma odam ishlaydi, xizmat qiladi, lekin cho'qim bolalarga bir qarashli odam bo'lish kerak. Mushadagi kishilar o'zlariniki navrochisi, navrosinglisi yoki akalari, ochilari degandeklarni o'ziniki tuqqanlarini live in caregiver deydigan program orqali bir work permit oladi. Shunlashqa siz o'zingizniki iqtisodiy ahvoldan imkonsiz bo'ladi. U live in caregiver qanday bo'ldi desanglarda, nimadan birlikda ko'raylik. To'rbatdan birlikda ko'raylik. Oldi bilan Kanadaning hukumat to'rbatiga kiramiz. cicgc.ca. Inglizcha kirgandan keyin avval o'zinglarning akkauntga kirsizlar. Akkaunt ochishni sizlarga ayrim bir videoda shu bir yo'llarni ko'rsatgandim. O'sha sign in account, ya'ni GCK accountdan boshlaymiz. Shuni register qilinglar. Ashundan shu yo'llarni bir ko'rsatgan. Shu bo'yicha o'zinglarning akkaunt ochib, akkaunt kirgandan keyin work, ya'ni xizmat, ishlash Maya kirimiz. Sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lganim work permitning ichidagi live in caregiver programma. Bu live in caregiver, ya'ni xalqniki bolasini beqib berman deb kelgil bo'ladi bu Kanadaga. Kanadaga kelgandan keyin yo'llari nurg'un. Bu sizlarniki o'zinglarniki yetarlik mablag'i undaq deganlarga nim qo'ymaydi, chek qo'ymaydi. U chog'da sizlarniki shu bola boqalaydigan iqtidoringlar bo'lsa, u mayada uninki maxsus kinishkalari bo'ldi dexe. Shu
maxsus şu early childhood education deb bir nimdi programlar bor ashnalarda o'qiganlarniki kinishkalari bog'lab bo'lsa o'ta ham oson og'il bo'ladi. Bu programma hozir close to new applicants hozir yangi iltimos qilmoqchi bo'lganlarga bu programma etilib bo'ldi deydi. Etilib bo'lgan bo'lsa sizlarni ham de mushundaq bir yo'llanma bor ekan bilib qolsin, anglab qolsin deb bu videoni ishlatdim. Kelarki videolarda yana davomli boshqa work permitniki turlarini so'zlamoqchi. Bu live in caregiver programma, LCP programma orqali work visani elib kelgandan keyin apply to stay in Canada permanently. Navada siz mushu work permitni elib kelib, anglaz deganda 2 yil xizmat qilgan bo'lsangizlar, mushu xizmat tajribangizga asosan Kanadada yeşil karta iltimos qila olasiz degan gap. Bizningki Uyg'urlar bo'lsa shu kelgandan keyin mayli sayohat visida kelgan bo'lsin, o'quvchi visida kelgan bo'lsin, uzun o'tmaylar manandan keyin shu panohlikqa tilaydi, shunaqa bo'lgandan keyin ko'pincha ahvol shu. Amal yo'q, ularga o'quvchi bolalar kelgandan keyin oilasi bilan hozir aloqamiz uzilgandan keyin maktablarga beradigan, topshiradigan o'qish pullarimiz, ya'ni iqtisodiy kirim manbayimiz uzildi. O'sha nurg'un o'quvchi bolalar oxirgi berib shu refugee talaydigan shu yo'l bilan qilib qoldi. Hamma kishilar shundoq 99% deyman, shundoq kishilar hammasi shu panohlik tilab qilib qolgandan keyin boshqa Uyg'urlar Kanadaniki vizani iltimos qilgan chog'da yaxshi o'ylashidi, andan keyin bu viza bergan ofitserlar madam bizning davlatga kelib yana yetib olmamdi deganda bakrak o'ylashdan bo'lib, bu Uyg'urlarga viza bergan chog'da jiqroq o'ylashdan bo'lib ketdi. Shunlashqa ham ish ta'sirlashib ketdi. Shunlashqa bu xizmat qilaman deb kelgili bo'ladigan bunday bir yo'llanma bor deb sizlarga ko'rsatib qo'ymoqchi. Bu live in caregiver programma sizlarga jiq shartlarni qo'ymaydi, lekin shu bolasi bor oilaniki yoki ota-onasi qaraydigan odam taklif qilmoqchi bo'lgan oilaniki kiradigan kirimi o'shalarga shu cheki bor, shu sizningki shu 2 yillik yo 3 yillik bola boqalaydigan jarayondagi maoshingizni bera oladigan, o'ziniki muqim kirim bo'lgan degandek isbotlarni ta'minlay olsa, siz bilan bo'lgan o'tiringlardagi shu contract nima to'xtam orqali shu live in caregiver program orqali kelgili bo'ladi. Buningki sizga qo'yilgan sharti tuvan, shu sizni taklif qilgan oilaniki sharti yuqori degandek. Kelarki videolarga diqqat qilsanglar, shu work permitniki turlari, ya'ni vaqtliq ishlaydigan u temporary workersniki, anankin business people, savdogarlar keladigan degandek shu business visitors, professionals degandek shu nurg'un shu xizmatniki turlari, nima xizmat vizasiniki turlari nurg'un bir-birlab kelmoqchi. Shunlashqa kelarki videolarimga diqqat qilib qo'ysanglar, o'zinglarniki amaliy ahvoliga muvofiq bo'lgan xizmat turlari bo'lib qolsa, shu yo'l orqali qizinib davomli tirishsanglar bo'ldi demoqchi. Shunchalik so'zlab turay. Demak, Kanadaga keladigan yo'llar nurg'un panohlik tilash birdan bir yo'l emas. O'zingizniki o'z qobiliyatiga tayinib, yana davomli mushada boshqa ishlar orqali, boshqa yo'llar orqali qilib qola olasiz, xizmat qila olasiz, mushada turib qola olasiz. Panohlik tilashninki ham yaxshi tarafi, ham yomon taraflari bor. Meningcha yomon tarafi deganda eng bo'lmaydigani shu odamga ruhiy jihatdan balki ig'irchilik kelib qoldi deyman. Bu panohlik tilash deganlar qanaqa bo'ldi desanglar, oilasidan voz kechganlik desam balki ig'ir kelib ketamdi. Shu tug'ilgan yurtimga qat'iy qaytib bormayman yoki bo'lmasa uzun yillar bormayman deganni maqsad qilib, shuningdan shu voz kechib turib iltimos qiladigan nima. Meningki tavsiyam bo'lsa, shu o'zingizniki iqtidori bor bo'lsa, shu yerga kela olsangiz, ya'ni xizmat yo'li orqali keling, ko'chma yo'l orqali keling. Kelarki mazmunlarda keyin asta-asta bir-birlab davomli videolarim chiqib turadi. Ko'chmanlikka oid munosabatli yo'llanma bor. Videolarimga davomli diqqat qilib turganingizga rahmat. Garchi o'zinglarniki Facebook qatorliq social medialarda taqib beramiz-sanglarmi, faqat hozir videoni ko'rish jarayonida barmoq belgisini besib qo'ysanglar yoki videoning ostiga gap so'zlaringlar bo'lsa yozib qo'ysanglar, shu bir cho'ng qo'llag'anlik bilan barobar, ya'ni boshqalarga tavsiya qilgan bilan barobar bo'ladi. Cho'ng qo'llab quvvatlab beringlar. Kelarki videolarda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.